Allo. Assalomu alaykum, Modabiya. Gulmonda, yaxshimisiz? Tinchlikmi? Nimaga bunaqa kech payt telefon qilyapsiz? Ovozimni sog'ingan bo'lsangiz kerak deb o'yladim. Bilaman, ba'zi uxlamayapsiz-ku. Meni uxlamayotganimni qayerdan bilasiz siz? Yo'q, просто magazinga chiqqandim-da, uyingiz oldidan o'tib ko'rdim, xonangiz svet yoqiq ekan. Uyimni oldida magazinga chiqqandingiz bunaqa paytda? Keyin siz umuman boshqa joyda turasiz-ku? Voy, nima qilibdi sizdan 80 kilometr uzoqda tursam? Kim? Halidan qizg'anyapsizmi? Ko'chada mansiz yuribdi deb. Nima? Voy, mayli, unaqa asabiylashmay arzimagan narsaga sizga asabiylashish mumkin emas. Shunda ham chatoq bo'lsa asablaringiz. Asabimni chatoqligingiz qayerdan bilasiz? Qo'rqityapsiz meni. Qo'rqmang. O'tgan kuni poliklinikaga borgandim-da, kasallik tarixingizni ko'rdim. Rosa yoshligingizda ko'p savr-kasal bo'lgan ekansiz-a? Menga qarang, sen nima sizni boshqa ishingiz yo'qmi? Meni kasalimni surishtirgandan ko'ra. Voy, dadosh, unaqa halitdan urishmaydi. O'zi kech tanishgan bo'lsa, nima unaqa shoshib qolyapsiz? Yo'qolay, ersiram yo'l ulamayman men senga.